Salom do'stlar, sizlar bilan Jallombek Abdullayev. Bugun sizlar bilan 6-sinf qadimgi dunyo tarixi, ikkinchi mavzu eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichi haqida gaplashamiz. Qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, men Jallombek Abdullayev, Jizzax viloyat Bizdachul tuman 8-umum ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisiman. 6-sinf ikkinchi mavzu biz boshladik. Qadimgi odamlar. Qadimgi odamlarning paydo bo'lishi haqida turli xil afsonalar va ma'lumotlar mavjud. Afsonalarda qadimgi ilk odamlar Odam Ato va Mammu Havo deb ataladi. Tarixxonada esa ilk odamlar ibtidoiy odamlar deb atalgan. Ibtidoiy odamlar sodda mehnat qurollaridan foydalanishni bilishgan. Ilk odam, eng qadimgi odam Sharqiy Afrikadan topilgan. Uning yoshi 2 milliondan oshgan. Uni odamlar ishbilarmon odam deb atashgan. Keyinchalik qadimgi tosh davrining navbatdagi bosqichida tik yuruvchi odam deb ataladigan inson vujudga keladi va insonlar endi rivojlanayotgan payt paleolit davrining oxiriga kelib buyuk muzlik davri boshlanadi. Buyuk muzlik davri haqida bir afsona ham mavjud. Bu afsonada qattiq qor yog'ayotgan payt bir guruh ibtidoiy odamlar yo'lda ketayotgan bo'ladi. Lekin guruhdagi bir qariya kasal betob bo'lganligi tufayli qattiq yo'talsa-da hech kim unga e'tibor bermaydi. U yo'talib qor ostida qolib ketsa-da qolgan guruh a'zolari yo'lni davom ettirishadi. Guruh a'zolari ketishar ekan, qariyaning yo'talishlari va chinqirishlariga hech ham e'tibor berishmaydi. Keyinchalik boshqa guruh jamoalari qariyaning oldidan o'tsa ham unga yordam berishmaydi. Buyuk muzlik davrida faqatgina kuchlilar omon qoladi. Qadimgi odamlar toshdan foydalangan tosh qurollar chopperlar deb atalgan. Qadimgi odamlar o'zlashtiruvchi xo'jalik bilan shug'ullangan. O'zlashtiruvchi xo'jalik bu ovchilik, baliqchilik, ildiz mevalar terish, va hokazolar kirgan. Qadimgi odamlar qanday qilib quyosh chiqishi va botishi, fasllar qanday almashishi haqida hech qanday ma'lumotni bilmaganligi sababli ular tevarak atrofda yovuzlik va yaxshilik borligiga ishonishgan. Masalan, totemizm o'zini biron bir o'simlik va hayvonga qarindoshligiga ishonish. Animizm atrofimizdagi hamma narsani joni va ruhi borligiga ishonish. Fetishizm biron bir taqinchoq yo biron bir narsalar omad keltirishi yoki balo qazo keltirishiga ishonish. Xullas do'stlar, qadimgi odamlar hayoti haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Va sizlardan like kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.